Salom hammaga, men Bekmurod bo'laman. Hozirgi kunda Gonkongda joylashgan dunyo reytingida 63-o'rinda turuvchi City University of Hong Kong energetika fani va muhandisligi sohasi bo'yicha birinchi bosqich talabasiman. To'liq grantda ta'lim olaman, undan tashqari el yurt umidi stipendiyantiman. Xo'p, ushbu videoga xush kelibsiz. Bugungi videoda men sizlarga Gonkongdagi o'zbek talabasining bir kunlik hayoti qanday bo'lishini ko'rsatib bermoqchiman. To erta tongdan yotoqxonada turib, tayyorgarlik ko'rib, universitetga borish qanday bo'ladi, universitetga qanday transport vositasi yetib olaman, universitetdagi dars jarayonlari, yaratilgan sharoitlar, kutubxonada dars qilish va shunga o'xshash ya'ni butun bir kunlik jarayonni ko'rsatib berishga albatta harakat qilaman. Va videoning so'ngida shu kungacha Gonkongda olgan taassurotlarim va tajribalarimni sizlar bilan o'rtoqlashib o'taman. O'ylaymanki, video albatta foydali bo'ladi, ayniqsa hozirgi kunda maktabning yuqori sinfida o'qiyotgan va chet elda o'qishni orzu qilayotgan o'quvchilarga videoni ko'rishni tavsiya etaman. Unda men boshladim. Xo'p, o'rtoqlar, universitetga ketishga tayyorgarlik ko'ryapman. Undan oldin albatta backpack, ya'ni sumkamizga kerakli narsalarni solib olamiz. Aynan mana shu narsani ham ko'rsatib o'tishga qaror qildim. Universitetda eng kerakli bo'ladigan narsalar o'zi qanday, nimalardan foydalanamiz kunlik dars jarayonlarida. Birinchi o'rinda va eng muhim bo'lgan narsa bu albatta planshet. Men uchun yoki kimdirlar uchun laptop bo'lishi mumkin. Planshet eng kerakli narsa darslarda not yozish uchun. Undan tashqari klaviaturasi ham bor, laptop qilib ishlatsa ham bo'ladi. Ya'ni qulay, yengil, quvvati ham bir kunga yetadi bemalol. Shuning uchun planshet eng kerakli narsa bo'ladi. Lekin bu albatta o'qiyotgan sohangizga bog'liq. Agar sohangizda o'qiyotganingizda kompyuterda og'ir dasturlar ishlatmoqchi bo'lsangiz, kompyuterda olib yurishingizga to'g'ri keladi. Notebookingizni yoki universitetda o'zini informatika xonalari bo'lardi-yu, maktabimizda, universitetda o'zida ham shunaqangi computer lablari bo'ladi. O'sha practical sessionlarda bemalol kirib, o'sha yerdagi kuchli qurilmalar bilan, ya'ni kuchli qismlar bilan yig'ilgan o'sha kompyuterlardan bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyin kerak bo'lgan narsa albatta daftar. Har doim nima deydi, planshetda not yozavermayman, baribir aytaylik matematika, fizika fanlaridan daftarda yozish anchagina qulayroq bo'ladi. Xo'p, va albatta nima deydi, ruchka, qalam, shunga o'xshash narsalar, yana daftar. Shu eng asosiysi va quvvatlagich. Keyin suv idishi. Hozir bizda endi havo soviganligi uchun bu termos, biroz iliganroq suv olib ketaman yotoqxonamdan. Leksiyalar paytida juda kerakli bo'ladi. Xo'p, shu bilan bizda backpackimiz tayyor bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari men sizlarga kartochkalarni ko'rsatib o'tmoqchi edim. Yotoqxonadan chiqib ketishdan oldin esdan chiqmaydigan yana bir muhim narsalar bu albatta kartochkalar hisoblanadi. Menda hozircha 4 ta kartochka bor, ya'ni kartalar deylik, kartochka emas. Bu albatta birinchi o'rinda bizga Octopus kart kerak bo'ladi. Hamma transport vositalari uchun shu kart orqali to'lov qilinadi. Visa kart orqali qilsa ham bo'ladi. Bu orqali qilsangiz, bu student Octopus kart oladigan bo'lsangiz 50% transportlar uchun chegirma bor. Va bu studentlar uchun eng qulay. Va albatta yotoqxonamizning kartasi, bundan tashqari buni visa karta, qo'shimcha do'kon yoki boshqa joylarda kerak bo'ladi va student karta. Bu narsalarni ham yotoqxonadan ketishdan oldin esdan chiqarib bo'lmaydi. Xo'p, endi yo'l olamiz kampusga qarab. Endi kampusga qarab yo'l olamiz dedim. Nimaga? Chunki bizda kampus bilan yotoqxona boshqa joylarda joylashgan va oraliq masofa taxminan 40-50 daqiqa vaqt oladi yotoqxonadan kampusga yetib olish. Shuning uchun ertalabki agar 9 da lekturalarim bo'lsa, men 7 da turib, nonushta qilib, narsalarni tayyorlab borishga ulgurishim kerak bo'ladi. Nimaga bunday deydigan bo'lsangiz, universitetning kampusi shaharda, ya'ni
urbanlashgan, ya'ni markazlashgan joyda joylashgan, sentralniy joyda. Bilasiz, u yerda ham bitta student residence bor. Men yashaydigan joy ham student residence hisoblanadi. Nimaga? Bizniki uzoq. Shaharda joylashsa, bilasiz, Gonkong aholi zichligi bo'yicha yuqori, shuning uchun albatta shovqin sentralniy joylarda baland bo'ladi, markaziy joylarda. Men yashaydigan joyda eng yaxshi ko'radigan tomonlarimdan biri ham shahardan, markazlashgan joydan biroz uzoqroq. Shovqin deyarli yo'q, aholi zichligi baland emas. Bundan tashqari bizda 1 kilometr ham chiqmaydi. Dengizga, ya'ni qirg'oqqa yaqin joyda joylashganmiz. Bemalol charchagan paytingizda yoki dam olish xohlagan paytingizda qirg'oqqa borib dam olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari yotoqxonamiz 2024-yilda qurib bitkazilgan, shuning uchun sharoitlari anchagina yangi jihozlangan. Hamma narsasi yangi desa ham bo'ladi. Albatta yotoqxonamni ham to'liq ko'rsataman bir boshqa videoda, lekin bunisida emas. Alohida bitta room tour qilamiz, dormitoryimni ham ko'rsataman. Dormitoridagi sharoitlar, umuman o'qish uchun, leisure activity'lar uchun yaratilgan sharoitlarda yotoqxonanikini ham ko'rsatib o'taman. Lekin u albatta alohida videoda bo'ladi.
Hop, mana shu festival bo'lgan katta molldan universitetimizga kirib ketamiz. Universitetimizning eng yoqadigan joylaridan biri kirishdagi mana bunaqangi koridor. Kayfiyat beradi, musiqalar bilan bo'ladi. Asosiy kampus. Kampusda tashqari tomonlari shunaqangi tabiat manzaralar juda chiroyli qilingan. Dam olish
Hozir kampusda bo'lib turganlaringiz bayram, student karnival bo'lyapti. 2026-yil boshlanishida turli xil o'yinlar, hamma qo'llar, departamentlar o'zlarining o'yinlarini tayyorlashgan, juda zo'r. Menimcha videoning eng muhim qismiga yetib keldik. Video boshida aytib o'tganimdek, hozirgi kungacha Gonkongga yetib kelganimga adashmasam 5 oy bo'lgan bo'lsa, 5 oy davomida olgan xulosalarim va tajribalarim bilan o'rtoqlashaman. Undan oldin bir narsani aytmoqchiman. Nafaqat Gonkongda, balki chet elda o'qish sizga nima beradi? Menimcha birinchi o'rindagi va eng muhim narsa bu to'laqonli mustaqillik imkoniyatini beradi sizga. Ya'ni har bir qilayotgan ishingiz, xoh u ijtimoiy hayotingizda bo'lsin, xoh u kundalik hayotingizda bo'lsin, xoh u sizning o'qish jarayonlaringiz bo'lsin, hamma narsa uchun o'zingiz javobgar bo'lasiz, hamma narsa uchun o'zingiz mas'ul bo'lasiz. Ya'ni shunday paytlar bo'ladi, har bir xatoingiz uchun o'zingiz javob berasiz, har bir xatoingiz uchun o'zingizni o'zingiz jazolaysiz yoki qanday bir muvaffaqiyatingiz uchun o'zingizni o'zingiz rag'batlantirasiz. Paytida o'zingiz bilan o'zingiz tortishib qolasiz. Aynan mana shu narsa mustaqillik deyiladi. Sizni hech kim nazorat qilmaydi. Maktab davrlarimizda bo'lardi. Sinfxonada o'tirasiz, o'qituvchi nazorat qiladi. Men misol uchun prezident maktabida o'qigan bo'lsam, darslardan keyin yotoqxonada qoladigan bo'lsak, tarbiyachilar, undan tashqari atrofingizda do'stlaringiz bor. Do'stlaringizga qaraysiz, ular nimadir bilan mashg'ul bo'lsa, siz ham ularga qarab o'qigingiz keladi va o'qiysiz. Bu yerda bo'lsa, insonlar turlicha. Yoningizdagi odam umuman o'qimasligi mumkin, lekin bu narsa sizni o'qishdan chalg'itmasligi kerak bo'ladi. Eng muhim narsa ham aynan mana shu. To'laqonli mustaqillik sizga o'zingizning yaxshi va yomon tomonlaringizni kashf qilishingiz uchun eng katta imkoniyatni beradi. Ya'ni juda qisqa vaqt mobaynida o'zingizni ijobiy va salbiy tomonlaringizni yoki xislatlaringizni kashf qilasiz.
va aynan mana shu narsalar ustida ishlashni boshlaysiz. O'zimni tajribamdan olib gapiradigan bo'lsam, kelganimda dastlabki haftalarda Gonkongda ko'plab do'stlar orttira olmadim. Nimaga? Chunki menda ijtimoiy qo'rquv bor edi, borib boshqa talabalarga birinchi bo'lib suhbatni boshlash kerak. Lekin vaqt o'tgani sari aynan mana shu narsani ustida ishladim va bir narsani tushunib yetdimki, siz do'st orttirishingiz uchun, ayniqsa bu narsa xitoylik talabalar o'rtasida juda baland, suhbat boshlovchi siz bo'lishingiz kerak. Ularni suhbat boshlashini kutmang, borib siz suhbat boshlashingiz kerak bo'ladi. Ularga qanaqadir salom deysizmi yoki biror bir mavzu haqida gapirib ketasizmi, suhbatni siz boshlasangiz, ular albatta javob qaytaradi va samimiy suhbat bo'ladi, do'stga aylanasiz. Aynan mana shu narsa sizni ko'proq ijtimoiy odamga aylantirishga yordam beradi. To'g'ri, hamma narsa ham osonlikcha ketmaydi. Albatta har xil madaniy o'zgarishlar bo'ladi, turli xil odamlarni, turli xil millat vakillarini ko'rasiz, turli xil sizning qadriyatlaringizga to'g'ri kelmaydigan ishlarni ham ko'rasiz. Lekin bu narsa sizga yanada yordam beradi o'zingizning dunyoqarashingizni kengaytirishga. Ya'ni boshqa madaniyatlarni, boshqa millat va elat vakillarini ko'rib, ularda qilayotgan kundalik ishlarni ko'rib, o'zingizga o'rganasiz. Undan tashqari o'zingizning qadriyatlaringizga kuchli tura olishni ham anglab yetasiz, ya'ni o'rganasiz. Nega Gonkongni tanlashingiz kerakligini aytib o'tadigan bo'lsam, Gonkong hozirgi kunda chet ellik talabalar uchun imkoniyatlar yaratayotgan eng yaxshi manzillardan biri bo'ladi. Bu yerda universitet, ya'ni yuqori ta'lim va industriya, sanoat juda kuchli bog'langan. O'qish jarayonida deyarli xohlagan sohangiz bo'yicha amaliyot o'tashingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari dunyoning moliyaviy va texnologik markazlaridan biri hisoblanadi. Sharq va g'arb mamlakatlarini bog'lab turuvchi manzilgoh hisoblanadi. Shuning uchun Gonkongda sizga yetarlicha imkoniyatlar mavjud bo'ladi. O'zingizning sohangiz bo'yicha nafaqat yuqori sifatli ta'lim olish uchun, undan tashqari amaliyotlar orqali haqiqiy real world experience, ya'ni haqiqiy o'zingizga tajriba olishingiz uchun imkoniyatlar beradi. Bu narsa sizga keyingi yillarda anchagina yordam beradi. Yana bir bermoqchi bo'lgan maslahatim bu har doim qiziquvchan va yangi narsalarni sinab ko'rishdan qo'rqmaslik. Universitetda ko'plab ijtimoiy uchrashuvlar, undan tashqari ilmiy turlar, ya'ni ilmiy akademik sayohatlar bo'ladi. Har xil sanoat korxonalariga yoki o'zingizning sohangiz bo'yicha top korxonalar, kompaniyalarga. Aynan mana shu narsalarda faol bo'lishingizni tavsiya bergan bo'lardim. Nima uchun? Aynan mana shunday imkoniyatlar orqali siz o'zingizga o'xshagan va bir xil qiziqishga ega bo'lgan do'stlar orttirasiz. Undan tashqari tanishlar orttirasiz. Networking qobiliyatingiz va networking aytaylik doirangiz anchagina kattalashadi. Xoh u akademik hayotda bo'lsin, xoh u non akademik hayotda. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Maktablardan farqli ravishda universitetda siz kichik guruhlarda ta'lim olmaysiz. Aytaylik, ko'plab darslaringiz leksiya shaklida bo'ladigan bo'lsa, 100lab, 200lab talabalarning ichida o'tirib darsga qatnashasiz. Va hamma talabani yaqindan tanish imkoni mavjud emas. Ya'ni imkoni yo'q deyarli, chunki hamma talaba bir xil yo'nalishda ta'lim olishmaydi. Har xil departamentlardan, har xil maktablardan kelib ta'lim olishayotgan bo'ladi. Ba'zida kurslar bor, kichkina 20-25 ta talaba ta'lim oladi. Aynan mana shu kurslar siz uchun imkoniyat, ko'proq do'stlar orttirish, ko'proq muloqot qilish uchun. Lekin leksiyalarda asosiy diqqatingiz, fokusingiz albatta darsda bo'ladi va ko'plab o'quvchilar bilan muloqot qila olmaysiz va hammasini ham yaqindan bila olmaysiz. Menimcha hamma taassurotlarim va maslahatlarimni aytib o'tdim. Chet elda o'qish kerak. Nima uchun? Aytib o'tganimda mustaqillik beradi va undan tashqari
sizni o'zingizni anglab yetishingizga eng yaxshi imkoniyatlardan biri bo'ladi. Albatta, akademik tomonlama o'zingizni sohangiz, yo'nalishingiz bo'yicha kuchli mutaxassis bo'lib yetishasiz. Undan tashqari, shaxsiy hayotingizni ham isloh qilishingiz uchun katta imkoniyat va katta, driver bo'lib xizmat qiladi. Menimcha, hamma o'ylagan maslahatlarim, tajribalarim va taassurotlarim bilan o'rtoqlashdim. O'ylaymanki, video foydali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha